Assalomu alaykum Hamidka. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Nima ishing bor? Tönögün kalam ölüp kaldı. Bek yomon bo'pti. Boğaz kalıydı. Mozaylısı setip ötken ayda sileden algan qarzını tölermen dep oylagan edim. Bu kelişmesini qarmamdıla. Yilimi kechikmaysan. Kolumda pul qanmadı. Qarzımni vaqtida tapşıramaydigan boldum. Bu kelişmesini qarmamdıla. Qachon beralaysan, ha? Bir aydan keyin paxt setip ondan beralishim mumkin. Ondaqda kelishganimiz bo'yicha qarzga yana 100 so'm qo'shib qaytirgan qandaq, ha? 100 so'm? Ben köp emasmi? Onchilik qo'shib beramayman. Onda qilmasak bo'lmamdi hocam, ha? Deginim bo'yicha yana vaqtida topshirmasang, hassilab o'stirib olaman. Bildingmi, ha? Ah xudo, nima kunga qoldim endi. Nima dedim? Hech nima demadim. Yana nima deyalaydim? Xayr xo'sh day endi. Yo'l bo'lsin, xo'shamisa. Assalomu alaykum Hamidka. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Na ketding Mahmud? Necha kundan beri qarangni ko'rsatmayapsan? Dadam qattiq og'rib qilib, doktorxonada yetib qoldi. Doktorlar darhol operatsiya qilmasak, ahvoli xatarli deyishyapti aka. Dadangga bak ishim og'rivyapti. Hey, ish qilmay nimishqa o'tirishib olding, ha? Nima degan xo'rin nimalar haqaysan? Anglab qo'yish. Yaxshi ishlashmasam, ish haqqini olib bermayman juma. Mening qanday yordamim lozim, ha? 1000 so'm qarz berib tursangiz yaxshi bo'ladi. Zodi qachon qaytara olaysan? Alloh xolisa 1 yildan keyin qaytara olayman. Paxt sotganda qaytaray bo'lamdi. Ondaqda 2000 so'm qaytarsan. Nima dedingiz? Anglamadingmi? Biz qo'shni qo'limlardan tursak, bunda qilsangiz qanday bo'ladi Hamidka? Sen-chi, qarz berganimga xush bo'lsang bo'ladi texi. Qarz berib turmasam, qanday qilasan, ha? Qanday qilading? Dadangni o'limga tashlab qo'yamsan? Obdan o'ylab baq. Alloh egam, bir yo'liga sala. Shunda qilib menga yordam qilmamlar Hamidka, ha? Meni tariyada qistayotamdi-la. Bu nima qilganlari? O'zingning ixtiyori. Olaman desang, boya dinimdek berib turaman. Jazoni qilishdan Alloh panoh bersin. O'zingning sho'ri. Bo'lisha. Bu o'rin eshaklar. Yaxshi ishlash. Tez bo'l. Uzun bo'ldi, bu taraflarga o'tmadilar. Tinch turvatganlar. Yaxshi turyapman. Allohning kuch-quvvat berishi bilan obdan turyapman. To'li safarda bo'lib qilib, bu yoqlag'imni o'tib olamadim. Qisqa vaqt ichida yurtimizning boylardan bo'lib qopla. Shuningga qaraganda omadlari xeli o'ngdan kelayotgan o'xshaydi, birodar. Yo'qsa, unchalik emas. Foydasi haslab chiqadigan bir ovqatga mablag' soldim desizlar. Dada, İbrahim tog'am istab ketdi. Chaqiring bu yoqqa kirsin. Kirim tog'a. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qiynikasizlar İbrahim, ta'tilmisizlar. Hammamiz o'z odam. Bu yoq bo'lsa tuqqanim Husayn apandi. Bu yoq İbrahim apandi, rahmatli odamning do'sti. Yaxshi turyotamdilar tog'a. Xudoga shukr bolam. Ko'p vaqtinglarni olmayman. Mundaq ishdi
Azroq hojitim tushib kelgan edim. Qani, davasila. Sizlarga ayon. Ayolim ikkimiz bali yuzi ko'rmagan. Bir eg'izliq uydala yashab kelgan edik. Yaqindan beri tamlog'i dast ketib, ajrab tushishga boshladi. O'rilib ketamdikin deb ansirab qoldim qarsila. Shunga yiqitib qaytadan salaylimikin deyishgan to'q. Mening qanday yordamim lozim, ha? 5000 so'm qarz berib tursalar bak yaxshi bo'ladi. Qachon qaytirla, ha? Deb baqsila. Kelar yili qaytiraman inshaalloh. Kelar yilmi? Undaqda 8000 so'm qaytirla. Nima? 5000 so'mni 8000 so'm qilib qaytiramdim. Men qayerdan foyda olmaslimi bo'la? Ey sasla, o'zlariga foyda. Men mu azroq foyda olsam, nim bo'pti, ha? Voy bo'ldi. Qarz so'ramadim. Tov xudoyim, nima bo'lib ketdi bu jahon? Bu sizlarning nima qilganlari? Nima qildim, ha? Onunğa yardım qilay dedim shu. Yaxshilik yarashmaydigan qiyr ekan u. Bunda qilishning jazoni xo'rliq bo'lganligini bilmamla. Buni jazona degandan ko'ra, oson tijorat bilan pul tepish desak bo'la, ha? Bu nima savdo bo'lsin? Allohdan qo'rqsizlar. Alloh taolo Qur'on Karimda jazona o'sim yegan odamlar qiyomat kuni ko'rilirdan jin chepilib qolgan sarong odamlarda qo'pidi degan. Bu savdo setiqning bir turi. Savdo tijoratni harom demdilar. Mening halol harom deyish huquqim yo'q. Alloh taolo ular harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash, jazoni nimishqa harom bo'ladi dedi. Kimki Parvardigori tarafidan vaz nasiyat kelgandan keyin, ya'ni jazoni ma'ni qilingandan keyin uningdan yansa, burun og'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Sizlar qiziq gap qiladiganlar Husayn. Men bekor haqqi pul berib, o'zim foyda ololmasam, qandoq bo'ladi? Ha? Men ziyon tortmamdim. Hojatmanlarning hojatidan chiqsa foyda ololmaydi deb kim deydi sizlarga? Ha? Undaq kishi dunyo oxirat foyda oladi. Alloh taolaning bunu so'zini anglab baqsizlar. Alloh jazonining barkitini o'chirib etadi. Sadiqining barkitini ziyoda qiladi. Allah har bir noshukr, ya'ni jazonini halol sanag'uvchi gunohkorni do'st tutmaydi. Shunga sadiq qilsalar Alloh hasilab berdi. Haqqi berib etib, o'zim yalang'och qolsam bo'ladi ekanda. Kim shundoq deydi? Boshqalarning qinini sho'rmay, yo'lliq tijorat qilib, haloldan pul topsalar nima ish qilib bo'lmoqdak? Undaqda o'zlaridak peqirchilikda yashasam bo'ladi ekan. Peqir bo'lsaqmi, halol pokiz yashsaq bo'ladi. Allah va Allohning elchisi tarafdan ichildigan urushga bardoshlik berolmay qolamikin? Allah va payg'ambarning urushi dedilmi? Alloh taolo mundoq degan: "Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga mug'olibatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmisida qilib qolgan jazonini, ya'ni o'simni olmanglar. Agar undoq qilsanglar, bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar qilmishinglar tavba qilsanglar, sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tatqizmaysizlar." To'la tabliq qilmasizlar. Meni yo'qlig'ini kayjanmedilar yoki turmushimni ostin-ustin qilib atganlarmi? Allohning o'rinlashtirishi bilan dal mushu vaqtda yo'qlab ketdiman. Jazoni xo'rliq bilan yiqqan pullarning asqatmaydiganligini sizlarga bildirib qo'yg'ili ketdiman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam kimki jazoni orqali ko'p boylik to'plasa, oqibat quruq qo'l qoladi degan. Suyimlik payg'ambarimiz yana jazoni xo'rg'i vakil bo'lg'uchiga, shohid bo'lg'uchiga va hujjat bitkichiga Alloh la'nat qilsin degan. Allohu akbar. Allohu akbar. Men xubdan o'qig'ili chiqay. Alloh sizlarni hidoyat qilsin. Anglag'anlarni obdan o'ylashib baqsalar. Allohga omonat. Ot ketdi! Qutquzinglar! Hamid apandimning uyiga ot ketdi! Xaloyiq!
Tez bulunglar, otni o'chirayli, ulg'ayib ketmasin, chataq bo'ldi. Ot ketdi. Tez bulunglar, tez. Bulunglar, tez, otni o'chirayli. Ot ketdi, otni o'chirayli, ulg'ayib ketmasin. Bulunglar, tez, otni o'chirayli. Bo'ldi, yig'lamasizlar Hamid apandi. Yig'lamasizlar, Allohning taqdiri. Hammasi tugashdi. Kuyib kul bo'ldi. Men sizlarga Alloh va Allohning rasulining urushiga bardoshlik berolmay qolalmikin demagan edim. Oxiratga pok ketishlar uchun Alloh taolo sizlarni bu dunyoda jazolagandi. Alloh taolo sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Ondan har kishi qilgan amalining natijasini ko'rdi. Ularga zulm qilinmaydi degan. G'aflatga baklab ketib ekanman emas bu. Men qinini sumirgan yurtliqlarim meni o'limdan qutqizib qoldi. Alloh taologa tavba qilib, jazonidan qo'l uzsalar, yurtkilarni yanada qarshi oladi. Allah guvoh bo'lsin. Bergan qarzlarimni hargiz yig'mayman. Bu mening ular qilgan sadiqam bo'lib qolsin. To'g'ri dedilar. Alloh taolo yana agar qarzlarning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'ich kutinglar. Agar xayrlik ish kelgani bilsanglar, qarzlardan oldigan qarzni uningga sadiqa qilib beraytinglar degan. Ey Alloh, gunohlarimni mag'firat qilgin. Alloh tavbalarini cho'qim qabul qiladi. Sizlarga haloldan rizq beradi. Allah sizlarga rahmat qilsin. Allah sizlarga rahmat qilsin.